mana shunda aytishing kerak menga rachot bo'lish uchun. Sizga anchadan beri aytaman dedim. Bir marta esingizdami? Ana amakim qiz bilan anaqa bor edik-ku. Qaqa. Ana nima edi? Esingizmi? Shunaqa bor edik-ku, bilasizmi? Ana shu payt siz telefonda gaplashib o'tganingizda sumkangizni obzor qildim-ku. Shu payt AirPods sizni o'g'irlab oldim. Oq AirPods'imni? Qora. Shu yo'qoluvdi aytdim, shuni topolmadim-da. Shuni o'g'irlab oldim-da. Sizga vaqtga aytmoqchi edim, lekin to'g'risi. Men qarang birovga buyurmas ekan deb yo'qotib qo'ydim. Sizdan o'g'irlab oldim shuni. To'g'risi, hozir sumkangizda oqi bor ekan, shuni ko'rib aytdim. $30 yana yangi oldim. Yo'q, shunaqa qimmatmi? Originalidir. Anaqa AirPods'ga kirsam nodir deb chiqar ekanda. O'chirib tashlab orzu qilib qo'ydim. O'g'irlab oldim. Shuni endi aytdim-da, to'g'risi, ana. Vijdoniy qiynaldimi? Vijdoniy dunyoda javob so'rab olasiz, shuning uchun tinchgina u dunyoda sharmanda bo'lgandan ko'ra. So'rayman, o'sha payt AirPods'imni yo'qotib qo'ydim, o'sha AirPods'imni tavber urri deyman.